Haqiqatchi instituti 11 dekabrdagi mahalliy kengashlarga saylov va konstitutsiyani o'zgartirish referendumi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi bilan hukumatga taklif jo'natdi. Haqiqatchining matbuot xizmati bildiruviga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasiga berilgan taklif hududiy saylov komissiyasi a'zolarini o'z vazifasini aniq bajarishga o'qitish, ro'yxat bilan ishlashni va saylov uchastkasini uyushtirishdagi qonun normalarini o'rgatish masalalari qo'yilgan. Hukumatga yozilgan xatda davlat ro'yxatga olish xizmatining saylovlarning ro'yxatini tuzish bo'yicha ishini yaxshilash, elektron qutilarni markaziy serverga tutashtirishning sifatiga e'tibor qaratish zarurligi bildirilgan. El referendumi orqali endi 20 dan ortiq konstitutsiyaning moddalariga o'zgartirishlar kiritiladi. U davlatning Erkin tok gazetasiga e'lon qilingandan keyin to'liq ish boshlaydi. Ularning qatorida 41 va 89 moddalar bor. Bunda xalqaro suddan kelgan qarorlar Qirg'iziston qonunlariga ko'ra qayta ko'rib chiqilib, agar konstitutsiyaga to'g'ri kelmasa, qaytarishga haqli bo'ladi. O'zgartirishlar kiritilgan bosh qonun to'g'risida navbatdagi lavhada tanishasiz. Xalq referendumi ko'pchilik ovoz bilan o'tdi. Endi bosh qonunning ayrim bandlari o'zgartirilib, ishini boshlaydi. Ularning orasida jumladan ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan 41-modda ham bor. Bunga qadar Qirg'iziston hukumatı BMTning hamda xalqaro sudning talabini so'zsiz bajarish kerak edi. Qonunning o'zgartirilishi ortidan esa hukumat endi bu qarorlarga bo'ysunish majburiyatini olmaydi. El aralıq sottun, el aralıq uyumdun bir çeçimde gelgende anın iş yüzünü aşırı Kırgızstandın mıyzamının negizinde iş yüzünü aşat. Jönüle var bile sottan, oğundun sottan kağız geliptir de bile bizdin hükümet, bizdin milisa, bizdin sot çurkabaydı. Al oşol oğundan gelgen kağızda alıp, bizdin özümüzün mıyzamda alıp durup, oşonun şu şaykeş gelebi, bizdin mıyzamga, Kırgızstan'ın kızıkçılığına karşı gelbeyi dep durup, mına oşonu karap durup, oşonun negizinde başka bölük konstitutsiyalık mıyzam kavlalanat momdan keyin. Oşol konstitutsiyalık mıyzamdın negizinde iştey başlaydı. Siyosatshunoslar sudlarga nisbatan turli salbiy fikrlarning mavjudligini va shu boisdan islohotlarni jonlantirishni qo'llashadi. Chunki xalqaro qarorni bekor qilish ortidan qayta poraxo'rlikning kuchayib ketish ehtimoli ham bor. Endi sudlarni tayinlash va qayta chaqirib olish nizomlari ham bosh qonunga kirgiziladi. Elge ziyan keltirip memleketin eldin akçasını jep alıp jolbosо mülkün alıp ketip kalgandardı kayra soroguna karabay turap kelip sottop teriştiriүү иштерин иш козгоптуна жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Мисалы жагаңда кум төрдүн негизинде кум төрдүкүн 70% Кыргызстан долясы болуп туруп, кийин 15%ке түшүп калды. Бул эмне болуп түшүп калды? Танайып болсо качып кетип калды допустим да. Кайра ошолорду чакыртып келип туруп, ошолордун кетирген күнөөлөрүн мойнуна коюп туруп, биздин мамлекет үчүн момунча зыян келтирген деп туруп, бир орто эсеп менен эксперттердин ою боюнча 10 milyar dolardı bizden banka büdjetke çürürsek bolot da. То есть shunday мүмкүнчүлүк. Jeksheyevning aytishicha esa 2010-yili qabul qilingan konstitutsiya bois qirg'izistonliklar 5 yil oralig'ida parlament hamda prezident boshqaruvi aralashgan bir sistemada yashadi. Jahon tajribasiga tayansak, premyer ministr asosiy siyosiy figura bo'lib, boshqa davlatning o'lka rahbarlari bilan teng huquqda masalani hal qilishga haqli. Qirg'izistonning avvalgi konstitutsiyasiga ko'ra esa hukumat rahbari Jo'g'ri Kengash koalitsiyasiga bo'ysunar edi. Endi yangi o'zgartirishlar ortidan hukumatning huquqlari orttirilib, javobgarligi ham oshadi. Eko javobgarchilikni teng alatda başına. Sebebi hökümetin kabul algan çeşimleri to'g'ri emas bo'lib qolsa, oşol ko'pchilik koalitsiyadagi parlamentdagi alдағы жооп берет. Эгерде hökümet отставкага кете турган болсо, koalitsiyadagi автоматтуу түрдө кетиш керек. Жогорку кеңештин төрагасы да кетиш керек да отставкага. Ошондуктан буларда кызыктар болбой калат. Бизде жыл сайын алмаштырып мээлейди алмаштыргандай кылып премьер-министрди кое берчилик, азырган барганга эч ким кызыктар болбойт дагы. Бири-бирине каршы турбастан эки бийлик. Булар бир команда сыяктуу иштеп калышат да. 89-берене премьер-министр өкмөттү башкарат. Анын иши үчүн жогорку кеңештин алдында жеке жоопкерчилик тартат. Бардык аткаруу бийлигинин органдары тарабынан конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет. Өкмөттүн жыйналышын өткөрөт, өкмөттүн токтомдоруна жана буйруктарына кол коет. Алардын аткарылышын камсыз кылат. Административдик ведомстволордун жетекчилерин дайындайт жана бошотот. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындайт жана бошотот.
Huquqlarning kengaytirilishi ortidan hukumatning mustaqil va maqsadli faoliyat olib borilishiga umid qilinmoqda. Endi konstitutsiyaga kirgizilgan o'zgartirishlar davlatga qarashli Erkin To'y gazetasida bosilib, xalqqa yetkaziladi. Shundan boshlab yangi konstitutsiya o'z ishini boshlaydi. Gulzara Bakayeva, Davron Nasibxonov, Jeenbek Sag'inaliyev, Intimaq. Sudyalarning statusi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Tegishli qonunga prezident Almazbek Atambayev imzo qo'yganini Oliy sudning matbuot xizmati bildirdi. Qabul qilingan hujjatga ko'ra sudyalarga 3 yilda bir marta kam bo'lmagan o'z kvalifikatsiyasini yuqorilatish majburiy. Barcha sudlarning sudyalari xizmatiga nomzodlar yurisprudensiya mutaxassisligi yoki yurisprudensiya yo'nalishida bakalavr akademiya darajasi bo'lib, bundan tashqari magistr akademiya darajasini olish bilan oliy yuridik bilimga ega bo'lish kerak. Shuningdek, jinoyatga qo'l urganlikda gumonlangan yoki ayblangan sudya bo'lishiga cheklov kiritildi. Bundan tashqari sudyalarni tanlashda yangi tartib kiritilgan. Unga ko'ra nomzodlar huquq tarmoqlari bo'yicha savollarga javob berib, topshirilgan huquq mavzusida bayon yozish talabi kabi tanlovlarning dastlabki 2 turi yo'q qilindi. Jalolobod shahrida yangi yil tadbirlarini o'tkazish vaqtida yong'inga qarshi xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Bu bo'yicha shahar meriyasining maxsus buyrug'i chiqib, yong'in chiqishini oldini olish bo'yicha turli tegishli shahar xizmatlariga topshirmalar berildi. Bu haqda shahar meriyasidan bildirishdi. Buyruqda 15 dekabrdan boshlab fuqarolar ko'p yig'iladigan barcha jamoat joylarida, ijtimoiy binolarda, maktablar bilan maxsus o'rta va oliy o'quv yurtlarida yong'in xavfsizligi choralarini kuchaytirish talabi aytilgan. Shuningdek, pirotexnik va tez yonuvchi moddalarni yong'in xavfsizligi talablariga javob bermagan joylarda saqlashga, sotish va foydalanish taqiqlanadi. Eng asosiysi 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga pirotexnik vositalarni sotish taqiqlanib, shaharda tartibni mustahkamlash tomonlari qaralgan. Bugun Bishkek shahridagi maktablar o'z ishini boshlaydi. Meriyadan bildirilishicha, munisipal maktablar bugundan boshlab bilim berishni davom ettirishadi. Xususiy maktablar esa vaziyatga ko'ra qaror qabul qilishadi. Eslatib o'tsak, o'lkadagi maktablarning ko'pi o'tkir respirator virusli infeksiya va tumovga chalinganlarning soni ko'paygani sababli yopilgan. Davlat sanepidemik nazorat markazi o'tkir respirator virusli infeksiya va tumovdan og'riganlarning soni kamayganini bildirmoqda. Qirg'izistonda o'rtacha maosh 14.025 so'mga yetdi. Bu haqda Milliy statistika komitetining ma'lumotiga tayanib, Akhchabar KJ sayti yozdi. Bu taxminiy turda hisoblaganda $202.5 tashkil qiladi. Yil boshidan beri o'rtacha oylik haqining miqdori 748 so'mga yoki 5.6% ga ko'tarilgan. 2015-yilning dekabr oyida o'rtacha maoshning miqdori 13.277 so'mni tashkil qilgan. Bir yilda 1.331 so'mga ko'tarilgan. Bu 10,5% tashkil qiladi. Bishkek O'sh avtoyo'lida vaqtincha cheklov kiritildi. Favqulodda holatlar ministrligi O'sh Bishkek avtoyo'lining xavfli bo'lgan uchastkalarida qor ko'chkilarini maxsus yo'l bilan tushirish ishlarini olib bormoqda. Ministrlikning ma'lumoti bo'yicha 12 dekabrda kechki soat 6largacha 220 ming metr ko'p qor ko'chkisi tushirilgan. Mana shunday ishlar bugun ham davom ettiriladi. Shu sababli Bishkek O'sh avtoyo'lidagi qatnov vaqtincha cheklanadi. Biroq favqulodda holatlar ministrligi yo'l to'liq yopilmasligini ta'kidladi.